Farg'ona viloyati bo'ylab o'tkazilayotgan Ma'rifat karvoni tadbirlari doirasida Ahmad Farg'oniy nomidagi viloyat axborot kutubxona markazida Yangi O'zbekiston, yangi Renessans poydevori mavzusida ilmiy-ma'rifiy forum bo'lib o'tmoqda. Bundan tashqari, ayni shu joyda O'zbekiston Islom sivilizatsiyasi markazida amalga oshirilayotgan mega loyihalarning mazmun-mohiyati borasida ham seminar-trening bo'lib o'tmoqda. Yangi O'zbekiston, yangi Renessans poydevori bu shunchaki shior emas, balki ma'naviy uyg'onishga qaratilgan ulkan sa'y-harakatlar manzarasidir. Bo'lib o'tayotgan ilmiy-ma'rifiy forum esa shu yo'ldagi yana bir muhim qadam hisoblanadi. Prezidentimiz tashabbusi bilan barpo etilayotgan Islom sivilizatsiyasi markazi mamlakatimizda ilm-fan, ma'naviyat va tarixiy merosga bo'lgan e'tiborning amaldagi yorqin namunasidir. Forum doirasida bu markazda yaratilayotgan innovatsion ekspozitsiyalar va loyihalar keng jamoatchilikka tanishtirildi. Bugungi kundagi butun dunyoni hayratga solayotgan Islom sivilizatsiya markazini tashkil etilayotganligi va bu yerda ma'lumot sifatida keltirib o'tildi sentyabr oyida ochilish to'g'risida. Va bizni hayratga solgani bu yerdagi birinchi zal sifatida, ya'ni Qur'oni Karim zalining paydo qilinayotganligi, barpo qilinayotganligi va undagi Qur'onning asl nusxalari, ilk davrdagi nusxalaridagi harflar tushirilgan gilamlarning mavjud ekanligi va u yerda yana ham quvonarlisi, demak, milliondan ortiq kitoblardan iborat bo'lgan kutubxonalarning barpo etilayotganligi bugungi kundagi bizni oliy ta'lim muassasasi professor o'qituvchilarini va qolaversa bugungi kundagi ta'lim dargohlarida tahsil olayotgan barcha professor o'qituvchilarni behad quvontiradi. Forumda olimlarni, oliy ta'lim muassasasi professor o'qituvchilarining ishtirok etishidan asosiy ko'zlangan maqsad nima bo'lishi mumkin desangiz, bundan ko'zlangan maqsad biz mazkur tadbirlardan olgan fikrlarimizni, xulosalarimizni ertangi kundagi yosh avlodga, ayniqsa oliy ta'lim muassasasi talabalariga, bitiruvchi yoshlarga o'rgatish va ular bevosita vositasida, demak, bugungi kundagi yangi O'zbekistonning yoshlariga bevosita yetkazish masalalarini qamrab olgan. Tadbirda ma'rifat targ'ibotchilari, yosh olimlar va tadqiqotchilar, jami 150 nafar faol ishtirokchilar ma'rifiy muloqotda qatnashishdi. Targ'ibot tadbirlari orqali yangi bosqichdagi islohotlarni oddiy va tushunarli tilda aholiga yetkazish masalalari muhokama qilindi. Forum Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi hamda Islom sivilizatsiyasi markazi hamkorligida tashkil etildi. Ma'rifat karvoni doirasida esa viloyat bo'ylab turli mavzularda targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Bu ma'rifat karvonining asl mohiyati joylarimizda aynan ziyolilar qatlamini yanada uyg'otish va shu bilan birgalikda mamlakatimizda ma'naviy ma'rifiy sohada, diniy ma'rifiy sohalarda olib borilayotgan islohotlar mazmun mohiyatini yetkazish. Biz mazkur loyiha doirasida tirik tarix, sivilizatsiyalar, shaxslar, kashfiyotlar, ziyolilar va yoshlar forumi, inson qadri loyihasi hamda shu bilan birgalikda farovon jamiyat sari ilk qadam loyihalarini ham amalga oshirish rejalashtirilgan. Mazkur ma'rifat karvonining asl mohiyati hozirgi kunda aynan yurtimizda ma'rifatli insonlarni, ya'ni ma'rifatli jamoani, ma'rifatli yoshlarni ko'paytirish va shu bilan birgalikda O'zbekistondagi Islom sivilizatsiya markazining asl bir mega loyihalari bilan tanishtirish va shu bilan birgalikda yoshlarimiz bilan uchrashuvda ularni bir ijtimoiy bir mavzudagi loyihalarni ham inobatga olish. O'tkazilayotgan tadbirning bosh g'oyasi yangi O'zbekiston faqat yangi islohotlar emas, balki yangi tafakkur, yangi ma'rifat, yangi ruhiyat poydevori hamdir. Ilm va ma'rifatni ijtimoiy-siyosiy islohotlar markaziga qo'ymasdan turib, yangi renessans va taraqqiyot haqida gapirib bo'lmaydi.